Tursunqulov. Hazratim menga uzating deb oldidan yugurishdi, lekin Hazratjon pas bermadi. Zarbadan o zaman to'pni qaytara olmadimi? Shedevral gol guvohi bo'lyapmiz. Men umuman kutmagandim hozir bunaqa zarba yo'llanishini. Ronaldo uslubida zarba yo'llandi, Ronaldo uslubida nishonlanyapti. Ronaldodan intervyu kutib qolaman. Yomon zarba yo'lladi Hazratjon. Messi to'pni soldi. Tursunqulov. Ko'raylik mana shu yerda. To'p yo'qotildi, o'zi olib ketdi, qarang, ketadi. Koridor ochishyapti. Chapida beryapti zarbani. Darvozabon esa umuman bartaraf etadigan ahvolda emas ekan Xurshid Xodjayev. Qaysi tomonga qaytardi? Lekin baribir chiroyli gollar sirasiga kiradi.